Assalamu alaikum урматтуу достор, бекендештер. Бүгүн биз Алай жергесиндеги Гүлчө мал базарына келдик. Сиздерге малдардын бааларын аз да болсо билип беребиз. Алай жергесиндеги Гүлчө мал базары. Sende kança var? Kança var sende? Biraz daha yeri sağ tarafı. Getirler. Tay buqаны 55 ming so'm surab atadi satarman. Tay buqa ekan 55 ming so'm. Jetbek. Qanchaga surab atishadi ukam? Hozir olib keldinglarmi? Yaxshi-da, 44 ming oldinglarmi? Ha, bermay tamam. 44 ming so'mga berilmaydi mana buqa. 44 ming so'm. Bazar bası. Qanchaga surab atasiz? 46. Qanchanchi turpoq ekan bu? Ikkinchisi. 46 mingga surab atadi alarmanlar. Mana jannagi turpoq, ikkinchi turpoq ekan. Erkek ekan turpog'i. Bahaсын 46 ming so'mga surab atishadi. Uydu qanchada otasiz aqchasin? Turpog'i menanmi? Turpog'i menen 100 ming so'mda aytdi, ala cho'ng uy ekan, sööktü. Turpog'i erkek. Bahası 100 ming so'm turpog'i menen. Aka uydu qanchada otasiz? 75. Qanchani tug'an? Uydu 75 ming so'mda aytdi, qizil uydu. Mana turpoq 4-balası, 5-balası deydi. $75 ming so'mda otadi. Uydu qanchada otasin ukam? 50. Turpoq qayerda buni? Turpoq. Qisirmi? Yo bozmi? Qisirsa. Hozir salav shu momentda. 55 deding ha? Qisir sani ekan, shu momentda salat ekan, turpog'i jo'q ekan. Bahası 55 ming so'm. Ha? Bazar bahası. Uydu qanchada otasiz ava? 75 km. Qanchani tug'an uy bu? Ikkinchi tur shu. 75 ming so'm kemi bor deydi. Mana turpoq, ikkinchi turpoq ekan. Urg'achi. $75 ming so'm kemi bor deydi. Qancha sut beradi bu? Bir sağında 4 litre. Bir sağanda. Bu baylanmaz bolup geldi. Bir sağanda 4 litre süt beradi deydi turpog'i. Turpog'i baylanmas bo'lib keldi. Bo'yinga baylanmasga o'xshab aytdi-ku. Baylanmaz bolup bergan. Biroq men kelganda soatgacha yashaganman. 4 litre chiqdi bir saat. Uydu qanchada otasizlar uydu? 70'ten kam ol. Turpoq qayerda? 70 ming so'm kem bor deydi mana uydu. Turpog'i urg'ach ekan. Qanchani tug'an uy bu?
Qanchani tug'an bu? 4-cüsü. Buna 4-cüsü. Mana torpoq 4-chi torpoq. Qancha berdingiz? 66.000 so'mga ketdi mana uluy. 66.000 so'm. Yana torpog'i bilan ketdi o'zinglar. Torpog'i bilan 66.000 so'm. $62.000 so'm. Suv ayu ekan 62.000 so'mga berib aytadi. Torpog'i yo'q, qisir ekan. Erten koyup da men köp turib atkan joqman azır. Özün bereversen ana ben berdeyim. Uyda qancha deb atasiz? Ya bilen. Uydan aqchasi qancha mana onun? 75. Qanchani tug'an bu? 4-5 de topal. 75.000 so'mda 4-5 tup qo'ygan uy ekan. Bahası 75.000 so'm. Dört beş tuğan ekan. Erkek ekandir bu erkek. Buna qancha buna? 60. Bu qanchani tuğan? Ne desin? Qanchani tuğan bu? Birinchisi. Bu uydun bahası 60.000 so'm ekan. Ko'rib turgan torpoq. Birinchi torpog'i. Mana uni qancha deb o'tasiz? Tug'anda qancha oldi? Tug'anda 70.000 so'm deydi. Tug'anina 4 kun bo'libdir. Qanchanchi torpoq ekan bu? 4-chi. Josh torpoq 4-chi ekan. Tug'anina 4 kun bo'libdir. Ha, Yaxşı tartib atqanda görünür. Yaxşı tartib etdi. Ana yer tartib atqanda. Başına düştü. Buna uy qancha oladi ekan? 60.000 so'm bu. Qanchani tug'an? Qanchani tug'an? Oltinimi? Oltini tug'an uy 60.000 so'm. 60 kemi var mı? 60.000 so'm kemi var dedi. Altını tug'an uy. Buna uy satıldı mı? Qancha oldu şu? Qanchaga verdingiz aka ko'kni? Satıldı mı? Kaç oldu? 68.200 so'm. 68.200 so'm. Torpog'i urg'achi. Ölü oldular dep. 68.200. Kemirlen arbaşı var öyle duruyor. Birbirine tartışan yürüyüşünden var. Bunacın qancha oladi ekan? Bunacın.
Tuyulak mı? 35.000 so'm. $35.000 so'm deydi. Aka uydu qancha dadasiz? Uydu. Bahası 75.000 so'm deydi. Turpog'i 4-chi. Erkek turpog'i ekan turpog'i. 75.000 so'm. Turpoq qancha oldi atkan? 35 gram. Baylanmasmi? 35.000 so'm. Kim bor dedi? Baylanmas turpoq. 35.000 so'm kim bor? Baylanmas turpoq. O'shanda jarim jashda. Qancha dotasi aka turpoqni? 35. Baylanmas. Qancha oylik? 35.000 so'm deydi. Baylanmas turpoq puldağı. Qancha dotasi ana shuni? 35.000 so'm puldağı. 35.000 so'm. Qanchadan olsa aka turpoqni? Qancha? 45.000 so'm. 45.000 so'm deydi. Buna acın qancha ekan? 25. Kami var mı? 500. 25.000 so'm deydi. Buna acın ekan 500 so'm. Kami var, kam aytib beramiz deydi. Bulgun acındalar 25.000 so'm. Alay Jergesi Gülçemol bazarı. Туғандар, каналға қатталек болсаңыздар, қатталып қойыңыздар, подписаться кнопкасын басып қойыңыздар, видеоның астында тұрады. Сіздерге түштік жергесіндегі мал базарлардың бардығын сіздерге біліп беріп тұрамыз. Әр базар сайын. Андықтан бізге қатталып, башқа WhatsApp группаларға, Telegramдарға таратып қойсаңыздар, бізге кішкене болса да жардам болып қалады. Ey, Emrah. Buqa qancha ekan? 57. Qancha asır olacak? 57.000 so'm deydi. Mana buqa ekan. Qanchadan bo'ladi buqalar? Qanchadan bo'ladi?
Güzellik kemi var. Sizin otomobilde belli. Qanchadan bo'lib qolib berasiz shunda? 45 mi 36? 45 ming so'mdan ekan buna cho'ngi. Ana buna kichinasi 35 ming so'm. Yo'q 40 bo'lib qoladi ekan. Cho'ngdori 45 dan deydi. Bu ikki cho'ngdi. Navlavatdın bahsi qancha ekan? 53 ming so'm. Alabash buqaning bahsi. Aka bu qancha oldi? Qancha oldi? 47 ming so'm bo'lib turibdi bu targ'il buqa. Dojin 30'a geldik. Vardı var mı? Ya şunu qancha aldingizlar? 90 ming 500 so'm bo'lib turibdi iki buqa. 90 ming 500. Aka şunu qancha aldingiz? Satı var. Qanchaga berib qo'ydingiz? Oxirgi bas. 28 ming so'm berib qo'ydim deydi. Bulg'acha. Basmadı. Oxirgi basi 28 ming so'm. Ya bunlar satıldı önce, satıla Alındı. Ancadan alındı? 35. 35'ten mi? 35 ming so'mdan alıp durumda qonajınlar eken. 35 ming so'mdan. Qancha bu? Bası qancha? 40 ming. 40 ming so'm deb o'tamiz deydi qonajında. Yakamına qancha deb o'tasiz? 45 ming so'm deb kirib ketib o'tadi qonajın. Şeymiş. Туғандар, ой базарды тартып бүттік. Қазір құда қаласа ой базарға барамыз. Кейінгі шығарылышымызды